Mening pensiyam onlayn xizmati joriy etiladi. Yangi farmon. Assalomu alaykum. Omonmisiz, qadrdon muxlis? Sputnik xabar berishicha, 2026-yildan boshlab pensiya miqdorlarini oldindan aniqlash mumkin bo'ladi. O'zbekistonda pensiya miqdorlarini oldindan aniqlash bo'yicha Mening pensiyam onlayn xizmati joriy etiladi. Bu haqda Prezident imzolagan tegishli farmonda nazarda tutilgan. Prezidentning Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi G'aznachilik xizmati qo'mitasi hamda byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi tomonidan zamonaviy xizmatlarni joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni qabul qilindi. Unga ko'ra, pensiya va g'aznachilik faoliyatiga zamonaviy xizmatlarni joriy etishning asosiy yo'nalish va maqsadlari belgilandi. Jumladan, g'aznachilik va pensiya ta'minoti tizimlarini raqamlashtirish va avtomatlashtirish orqali hududlarda ixcham xizmat ko'rsatish ofislarini tashkil etish, fuqarolarga ko'rsatiladigan xizmatlarni to'liq elektron va proaktiv shaklga o'tkazishga erishish. Hujjatga ko'ra, 26-yil 1-iyuldan g'aznachilik tizimidagi jarayonlarni avtomatlashtirish hisobiga raqamli g'azna tizimi joriy etildi.